Quy debdi. Ko'tarib bittasini ichibdi. Yana quy debdi, yana ko'tarib ichibdi. Uchinchisini quyib qo'ygan ekan, xayol og'ushida o'tirsa, qo'li stakonga tegib tushib ketibdi. Chil-parchin bo'lib yerga sinibdi. Bu endi bu yerdan ham bir qattiq gap eshitaman deb tursa, o'sha yerni egasi kelibdi-da, yelkasini silab, xijolat bo'lmang debdi. Haligini singaniga xijolat bo'lyapsizmi? 100 tasi sinmaydimi debdi. Insonning qalbi sinmasin debdi. Qarangki, birgina o'sha yerdan shirin so'z topgan yigit yana o'sha ishni davom ettirib, o'sha yerni doimiy yana mijozga aylanibdi. Nega biz yaxshi so'z ayta olmaymiz? Bir-birimizga qo'pol gapiramiz. Ko'chalarda yurasizlar, sal yo'lingizni to'sib qo'ysa, sal sizga xalal bersa,